yana bir bor bizga do'stlar, sportchilar jangchilarni tanishtirib o'tishadi. Oktagonning ko'k burchagida u 23 yoshda Qirg'iziston Osh shahridan он мастер спорта по ММА, тренер Артур Ахмедов представляет спортивный клуб Каракульджа. Профрекорд 4 боя, 3 победы, 1 поражение. Поприветствуем Медер Кокджал Кубанчибеков! Его соперник va uning raqibi qizil burchakda u 22 yoshda Andijon viloyati Asaka shahridan MMA bo'yicha O'zbekiston chempioni murabbiylari Azizbek Mirkomilov, Jasur Jo'rayev, Mirkomilov Team Sport klubi a'zosi. Prof Rekordda 3 ta jang, 2 ta g'alaba, 1 ta mag'lubiyat. Olqishlab qo'yamiz. Diyorbek Rustamaliyev. Ha, bora Universal Sport majmuasi muxlislar bilan to'ldi. Albatta asosiy kart, asosiy jang yaqin. Oldindan e'tirof etamiz, Sharif Qo'shayev, ATF Promotioning sobiq chempioni yana qaytdi va mana shu kamarni o'ziniki qilib olmoqchi. Uning raqibi rossiyalik jangchi Tovil Ilyasov. Zarba o'tdi va ketdi. Zarbalar ketma-ketligi ortidan parterda jang olib borish juda ham qiyin. Ko'rmay qoldim. Biroz ma'lumotlarga berilib ketdim. Kechaning asosiy jangini anons qilmoqchi edim faqatgina do'stlar. Zarbalar davom etyapti. Jangni parterga o'tkazish kerak. To'xtamayapti. Rustamaliyev. Qani zarbalanishni ehtiyot bo'lish lozim. Ochishasiga kirib boryapti hozir. Zarbalarga o'tkazyapti zarbasini. Tavakkal qilyapti, ochiqcha aytib o'tamiz. Rustamaliyev. Buni shasht bilan boshladi mana shu jangni. Rustamaliyev. Bog'lam yetishga harakat qilyapti, uddasidan chiqyapti qirg'izistonlik sportchi. Ammo aylantirib tashlashga bo'lgan harakat. Hech narsa bo'lgani yo'q. Kuch yo'qotmagan bo'lsa kifoya hozir Rustamaliyev. Mana shundan birozgina xavfsirayapmiz. Tizzada zarba yo'lashga muvaffaq bo'lyapti. Quvonishbek Ulumedar. Keskin ravishda mana shu zarbasini yo'lashga harakat qilyapti. Diyorbek Rustamaliyev. Middle kick, low kick bilan javob qaytyapti. Nahotki mana shuni charchagan bo'lsa, zarba yo'lash ko'rinib ko'rdi, oyog'idan ushladi va ketdi. Mana bunday yuqori amplitudali takedown. Hali 2 daqiqa vaqt bor. Bel nazoratga olish kerak. To'rga borib turadi. To'rga borib turishga harakat qiladi shubhasiz.
bo'y borasidagi farq sezilyapti. Yo'q, albatta bunday qilish kerak emas. Bir yarim daqiqa. Yiqitishga harakat qilyapti. Diyorbek Rustamaliyev. Ikkita tizza yo'lashga harakat qildi, lekin masofa aynan Rustamaliyev uchun qulayroq edi. Va yana bitta parter ko'ramizmi? Chiroyli yiqitdi. Ana endi zarbalar kerak. Diyorbek endi zarbalar bo'yi vaziyatda yo'llash kerak. Uch burchakka tushib qolmasa kifoya. Yo'q, uch burchak. Yon taraflama nazorat endi. Jarohat bor. Tirsakda zarba. Yiqityapti yana. Ketdi. Ground and pound. Zarba ketdi, yana bitta. Yo'llash imkoniyati bor edi. Yo'llamadi faqatgina. Chiqib ketyapti. Bo'ldi. Raund yakuniga yetmoqda. Qiziqarli o'tkazdi. Biroz pala-partish, biroz sarosima bor-ku harakatlarida, lekin ajablantirdi. Ochiq aytib o'tamiz, faqatgina bir jihat. Katta kuch yo'qotmagan bo'lsa kifoya. Chap qo'l yon taraflama zarba. Kutilmaganda yo'lladi. Mana bu tizza xavfli bo'lgan ekan. Tursak ham juda xavfli. Borayapmiz. Sekunda. Мы покидаем пределы октагона. Секундаттар октагона тарк etamiz. Ikkinchi raund. Doğrulukli middle kick. Yana bir marotaba yo'llayapti mana shu zarbani. Qani chap. Oyoqqa tashlamoqda. Burboqqa qoldi. O'zi noqulayroq vaziyatda qolib ketishiga. Low kick. O'ng qo'l yaxshi yiqitishga muvaffaq bo'lyapti ana endi. Qo'yib yuborish kerak emas. Mana endi qulay vaziyat qidirish kerak. Kimura qiladi, boshqa yo'l topishga harakat qiladi. Oyoqni o'tkazish lozim. Bittasini bermayapti o'tkazishga. Nazorat qilyapti to'liqligicha. Turishga imkon bermayapti. Ortiga o'tib, Mirkomilov kerakli paytda to'g'ri ko'rsatmalar beradi barabar. Ortiga o'tib ol deb aytib o'tmoqda. Bu juda yaxshi va mana endi yana shubhasiz beborib kurash vakili. Faqat hali zarbdorlik to'g'ri yo'lga qo'yilmagan ekan. Ko'ngildagidek. Diyorbekda
Yana takedown ko'rishimiz kerak. Juda to'g'ri ko'rsatma. Va hozir o'zi tushib qolmasa kifoya. O'zi tushib qolmasa kifoya bu vaziyatda. Ana endi ikkala oyog'ini ham ushladi va oqisda jangni parterga o'tkazishga muvaffaq bo'lmoqda. Zarba kerak. Ko'proq zarbalar albatta. O'xon qo'lda yaxshi. Mana birinchisi. Ikkinchisi. Turyapti bir amallab Medara. Qirg'izistonlik sportchi, ammo nafas olishga imkon bermayapti baribir. Rustam Aliyev nafas olishga imkon bermayapti. Belbog'li kurash vakilini qo'l bog'ichini yechish ham oson emas ekanligini tushunyapti. Quvonishbek Ulumedar aylanib turyapti. Qanday zarba! Yon taraflama. Lekin vaziyat yana Diyorbek Rustam Aliyev foydasiga hal bo'lmoqda. Zarba ko'proq kerak mana shunday zarbalar. Tizzada ikkita zarba ketma-ket. Yana bir zarba. Yana bir zarba. Ana endi bel nazoratga olsa ham bo'ladi. To'xtovsiz yo'lab zarbani. Kimdir kapasi tushib qoldi. Aylanib hozir o'ziga xos usullar qo'llashga harakat qilib ko'ryapti. Qirg'izistonlik sportchi lekin imkon berilmayapti. Baribir tortib yana parterga, yana pastga, yana birinchi qavatga tushirib qo'ymoqda. Jarohat bor. Diyorbekda qoringa zarba oldi, tizzada yo'q. Nazorat muhimroq. Tirsak zarbasi ortidan. Yana qo'nib ketish kerak emas. Va mana endi gard yopildi. Zarbalar yo'llash mumkin. Chap qo'l yon taraflama zarba. Yana bir zarba ortidan. Aniqlari kam, lekin harakat to'xtayotgani yo'q. Referi vaziyatga aralashmaydi. Bu tushunarli. Bo'ldi. Ikkinchi raund yakuniga yetmoqda do'stlar va aytmoqchimiz kerak, bu raund total ustunlikda o'tdi. Mamlakatimiz vakili Diyorbek Rustam Aliyevning foydasiga. Har qalay bizda shubha yo'q bu borada. Qizil burchak sekundant. Oktagonga suv quymanglar. Diyorbek muxlislarni ham jonlantirishga harakat qilmoqda. So'nggi raund. Mana endi jon jahdini beradigan palla keldi, payt keldi. 3-raund. Shapqo zarba. Yana va katta takedown, qolib ketish kerak emas. Turyapti darhol. Ikkalasi ham bir-birini oyog'ini ushlab oldi, tushirib turishni hozir berish mumkin emasligini, ammo vaziyatni o'zi tomoniga og'diryapti.
Diyorbek Rustamaliyev. Og'dirayapti. Ushlash kerak ekanligi uqtirmoqda. Bog'i chechilib ketdi. Darhol bog'lab olish kerak qo'llarni. Aylanib oladi. Zarbalar yo'llashga harakat qiladi qirg'izistonlik sportchi, tushunarli. Kerak emas zarbalarni o'tkazib yuborish. Kapas tushib ketyapti. Ikkala oyog'ini qo'lga kiritishga harakat qilmoqda. Ishlab oldi. Tirzada zarba. Jang qilishga davom etamiz. Chap qo'l, o'ng qo'l zarba, ikkita. Yana chap qo'l, o'ng qo'l zarba. Yaxshi o'tkazyapti mana shunday o'ziga xos hujumni. Lekin mana bu oyoqni ushlash holati biroz muvaffaqiyatsizroq davom etmoqda, chunki tinimsiz zarbalar yo'llashga harakat qilyapti. Quvonchbek Ulug'medar. Son esa sifatga aylanishi mumkin. Qiyinroq kechadi. Endi kuch ham chegarasiz emas-ku axir. Xavfli qanday tizza zarbasi. Oxir o'tkazdi jangni parterga. Bog'laydi shu yerda, nazorat unda. Mana shu yerda qoldirish kerak ekanligi uqtirilyapti Aziz Mirkomilov tomonidan. Yana qilishdan chiqishdi. Yana bir zarba chap qo'lda boshiga birinchi bo'lib harakatni amalga oshiryapti. Diyorbek Rustamaliyev. Qancha qoldi? 2 daqiqa dosh berish kerak. 2 raund uniki, hech qanday shubhasiz. Bu raund bilmadim qanday hisoblashadi hakamlar. Murakkab jang, og'ir jang. Va yana bitta takedown, juda muhim. Yiqilish kerak emas. Tavakkal qilyapti, xavfli, juda ham xavfli. Qancha? 1 daqiqa 10 soniya. Yana dosh berish kerak. Bog'lam yechildi. Tizzada zarba. Bermayapti, bog'layapti, davom etyapti. Mana shu bog'lamni ushlab turishni Parviz diqqat bilan yurdi. Qarab turibdi Davlat Rustamov. Jarayonni kuzatyapti. Og'ir jang do'stlar, juda ham og'ir jang. Ammo taktika qo'llanilgan birinchi, ikkinchi raundda Rustamaliyev tomonidan va bu o'zini oqlayapti. Uning kuchli jihatini ishga solishga muvaffaq bo'lmoqda Rustamaliyev. 30 soniya Diyorbek Rustamaliyev. Yana dosh berish lozim mana shu qarama-qarshilikka. Qirg'izistonlik sportchi esa ushbu masofani uzib, hozir qandaydir kuchli zarba yo'llashga harakat qiladi. Lucky punch izlaydi. Tizada zarba. Og'ir zarba. Juda og'ir zarba yo'lladi. Va bo'ldi. Barakalla.
Diyorbek Rustamaliyev. Menimcha uzoq hisob-kitob qilishmadi. 2 raund shubhasiz Rustamaliyevniki, bittagina raund. Ha, uchinchisi balki vaholanki unda ham Rustamaliyev jangni nazorat qiladi. Kutyapmiz, ha? Musiqa ham o'ziga xos. Aziz Mirkomilov shubha qilayotgan edi. E'lon, 2-1, e'lon bo'ldi. Hech narsa bu yerda boshqa hech narsa bo'lishi mumkin emas. Birinchi, ikkinchi raund. Diyorbek Rustamaliyevniki, uchinchi raund. Feroz Toshev. Qiziqarli janglar albatta davom etmoqda. Demak, Итак, друзья, официальный результат этого боя. По единогласным решениям судей в этом бою победу одерживает боец из красного угла Diyorbek Rustamaliyev. O'zbekiston Diyorbek Rustamaliyev uning g'alabasi qayd etilmoqda. Takrorlab qilib ko'ramiz.